KTB'den geliyorduk. Hayot daftarini bexos varaqlab yirtib qo'ydim o'rtoqlar. Bu dunyoga mi? Bir soatda olasiz sizga ham. Bu yoga qilganim yaxshimi bu yoga? Keling, konsertni oldiniz. kelib chiqib o'ylaydi. Devorda turib she'r aytaman. Hayot daftarini bexos varaqlab yirtib qo'ydim o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Qiziq TV yana sizlar bilan birgalikda. Bugun biz Xalqlar do'stligi san'at saroyida dizayn shousining ikkinchi kun konsertiga yetib keldik. Konsertda juda katta o'zgarishlar bo'lgan, birinchi kundan farqli ravishda va biz sizga mana shu jarayonlarni namoyish etamiz. Tayyor bo'lsangiz, dizayn shou taqdim etadi. Marhamat. Sizga aytamchaki, kerasingiz bir qo'shib qanicha. 93 ga chiqib. Ha. Tez. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Birinchi kunni qalay o'tkazib Zo'r, Xudoga shukr. O'zingiz qoniqdingizmi o'zingiz ijroyingizda? Ha, qoniqdi, hamma qoniqdi. Endi kamchilik bo'ladi birinchi kuni. Nimadirlar o'zgartirishlar bo'ldimi ikkinchi? O'zgartirishlar bo'lmadi, sal joylarni to'g'rilab olindi, bo'ldi. Jamoa ruhiyatidan ko'nglingiz to'q. Endi Ma'mur aka ham to'g'risi men kecha ko'rdim konsertni. Ma'mur Xolmedov ham yangilik bo'pti-da, taklif qilinganligi. Boshlovchi sifatida taklif qilingan, to'g'rimi? Da, boshlovchi sifatida. Buning uchun sahna yo'q. Sahna bor boshida. Choyxona sahnasi. Da, choyxona sahnasida. Choyxonachining roli. Bu taklifni jamoa bilan o'ylab qanday qaror qabul qildinglar? Aynan Ma'mur akani tanlashda kimning so'zi birinchi bo'ldi? Masalan, kimdan chiqdi? Endi o'rtaga maslahat tashalingan. Bo'ldi, u qaror qabul qilib, o'ylab o'tiradigan narsa emas. Dizayn hech qachon sahnaga olib chiqmaydigan mavzu bormi? O'ylasa o'ylab ko'rmagan. Bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Odamlar bilmaydigan, lekin o'zingiz yaxshi ko'radigan g'alati odatingiz bormi? Alo. Mana shunaqa odatlari bor. Tuanib. Ha, xo'p. Chiqmayapti-ku, birga chiqinglar. Ha, nima deyapsiz? Mana shunaqa odatim bor. Ha, gapi bo'lib. Nimaga shama bosdi? Shama topganlar Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi marta dizayn jonli ijroda, to'liq jonli ijroda sostavga o'tirg'izib qo'yib, jonli ijroda beryapsizlar. Buni asosiy sababi YouTube'dagi avtorskiy prava. Avtorskiy pravadan juda ham qiynalib ketdik. To'g'risi, o'tgan yili Shrek ko'rinishi bo'ladimi, boshqa bir chet el musiqalari bo'ladimi, hammasini bloklab ovozsiz qilib qo'yurganda o'zbekcha ashulalarga o'zgartirib chiqqanman. O'tirib shu Shrekni ko'rgan bo'lsangiz, Mahmud Nomozovning muzikasi chiqib kelgan. Ko'p anaqada o'zbekcha musiqalarni qo'yamiz, chunki bloklab qo'yaveradi. O'zbekcha musiqada bloklanmaydi. Qiynalib ketdik. Shuning uchun jonli qilsak, menimcha hech qanaqa blok bo'lmaydi, bemalol chiqsa kerak deb. Lekin qiyin ekan. Bitta blokdan keyin odam hansirab qolyapti, jonlida qiyinroq. bitta sosam kam, ikkita sosam ko'p. Bolalar oldida haqiqiy nechta sosam yoqadi? Ustoz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qiziqdimi yana siz bilan birga? Iya, malades. Dizayn bilan ishlashni bitta yaxshi, bitta yomon tomoni nimada? Yomon tomoni yo'q. Og'ir tomoni deylik. Siz ko'pchilik bilan ishlagansiz. Yo'q, lekin unaqa og'ir tomoni ham yo'q. Maza, naborot, maza. Hamma tomoni yaxshi aslida. Ish bilan bandsiz, birinchidan tekinmas, ikkinchidan har qalay uyda o'tirmaysiz. Uyatgan bo'lardim uyda, to'g'rimi hozir? Shu mana shunaqa daqiqada. Lekin yo'q, ish bilan bandmiz, Allohga shukr. Mana shunaqa ish bilan band qilib qo'yganiga shukr. Lekin yo'q, yomon tomoni yo'q, hech qanaqa. Endi xatolaringiz bo'ladi, o'shalarni bilasiz. Masalan, anchadan bir sahnaga chiqilmagan ba'zi bir xatolarga yo'l qo'yiladi. O'shalarni o'zingiz ham bilasiz, kimlardir aytadi, yaxshi-ku. Qaynona chiqadigan joyiga chiqib oldi.
Shuni aylantirmasdan choptirsa bo'lmaydimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Dizaynni sog' ko'rib bo'lasiz. turganimdan xursandman. Rahmat, sog' bo'ling. Taklif kim tomonidan berildi va bu taklif berilganda o'ylab ko'rdingizmi yo o'ylamasdan darhol rozilik bildirdingizmi? Yo'q, jamoat tarafdan taklif bo'ldi, o'ylab ham o'tirmadim. Bittada o'sha joyida chiqib beraman dedingiz. Men qo'limdan kelsa men roziman deb aytdim. Bu juda ham ajoyib. O'sha dizayndagi bu konsertdagi asosiy yangiliklardan biri bu Umidaxonim Mirhamidova ham ishtirok etyaptilar do'stlar. Endi ishlamaganiz yaxshi, eri ruxsat bermagandagi uyda o'tirsa-da, shu malika. Kuyovmisiz? Ha, qaynotangiz bilan o'ynayapmizmi men? Oldidan kirish kerak. Assalomu alaykum. Fayz oldi. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Sahnada aytishgan Keyin qiziqdi. sразу tiqilasanlar dedi. Nima qilish kerak? Charchamayapsizmi? Qalay bo'ldi konsert ustoz? Zo'r bo'ldi. Yoqdimi sizga? Zo'r. Kimni ko'proq chiqishlari yoqdi? Hammasini chiqishi yoqdi. Undan necha qo'ygan bo'lardingiz? 10dan 10 qo'yaman. Qanaqa 30 yillik muhabbat? Sizni huzuringizga qizingizni qo'lini so'rib kelgan. Assalomu alaykum. Shod aka yaxshimisiz? Konsertdan avval ham gaplasha olmagandik. Yaxshi baqir-chaqir bilan. Qiziq to'yda endi qiziq Qiziq deb gapiravering. TV yo'q. shuncha ssenariyni yodlagan til aylanmasligini qarang hozir endi charchaganda. Qiziq TVda sal seriyoz intervyu bo'ladi deymanmi? Konsertdan keyin charchaganman. Albatta. Beravering savolingizni. Charchamadingizmi? Yo'q. Necha kunlikda masalan tayyor bo'ladi. Oylab siz yo'q. Oylab saqlasizmi? Siz konsert kuni tayyor bo'lasiz. Konsert kuni tayyor bo'lasiz, lekin tomoshabinga o'sha siz tayyorlagan mahsulotni berishingiz kerak-ku. Yarimchala nimadir esdan chiqib, nimadir qolib ketib, to'g'ri tomoshabin bilmasligi o'zingiz bilishingiz mumkin. Lekin eng katta xatolardan bittasi bu. Endi bitta narsa bor, sahnada xonanda yoki aktyor qiziqchi o'zi bir mazza qilib rol o'ynab o'zi o'sha ijodini ko'rsatmasa, o'zi mazza qilmasa, tomoshabin mazza qilmaydi. It o'zini nima qilayotganini bilmaydi. Kimdan olamiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 1 daqiqa vaqtingiz olsin. Gapiradigan odam yo'qmi? Assalomu alaykum. Aka 1 daqiqa vaqtingiz olsa maylimi? Charchamayapsizmi? Qalay bo'ldi konsert? Bo'ladi, yaxshi. Kutilgandek bo'ldimi? Yaxshi, shunaqa. Biletni o'zingiz sotib olavmidingiz? Ha, o'zim sotib olaman. Yaxshi ko'rasiz dizaynni. Qaysi chiqishlari ko'proq yoqdi sizga? Xo'p, Ahmad chiqishi bor-ku, ofisiant o'sha yoqdi ko'proq. Мне pide. Ras. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdan keldinglar? Tojikistondan keldik. Tojikistondan dizaynni muxlissizlar. Shahrinodan keldik, ha. Shahno. Bilet sotib olgansizlar. Bilet kelib shu yerdan oldik, etiketdan. Shu yerdan oldinglar. Tushunarli. Qalay bo'ldi konsert aka? Bo'ladi, anaqa zo'r emas, hay. Sredniy konsert. Undan necha qo'ygan bo'lardingiz? Undan 8. 8 ga kimni ko'proq chiqishi yoqdi? Chiqishi, hammalari chiqishi yoqdi. Endi ishlamaganiz yaxshi, eri ruxsat bermagandagi uyda o'tirsa-da. Assalomu alaykum. O'zingiz gapira qoling. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Qalay bo'ldi konsert? Bo'ladi, yaxshi. Undan necha qo'ygan bo'lardingiz? Ha, 10 qo'ygan bo'lardim. Undan 10 qo'ygan bo'lardingiz. Kimni ko'proq chiqishi yoqdi? Ha, kichik nimasi bor-ku, kichkina hozir. Nima edi ismi? Kichkina hozir. Saydulla. Sadulla Fatqullayev chiqishlari ko'proq yoqdi. Katta bo'ldi. Shotna misli. Yaxshi, rahmat. Sahnalarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Ha do'stlar, mana shunday yuqori kayfiyatda dizaynning 2-kun konserti o'z nihoyasiga yetdi. Siz ham 3-chi, 4-chi, 5-chi kunlarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Xalqlar do'stligiga tashrif buyurishingiz mumkin. Demak, Qiziq TVda ko'rishguncha